Erkeklarni ayollarga o'xshab kiyinishi yoki o'zini tutishi va ayollarni o'zini erkaklarga o'xshatishlari. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunaqa odamlarni la'natlaganlar. Ya'ni kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning la'natlarini o'ziga tegishini xohlasa, erkaklar o'zini ayollarga o'xshatsin, ayollar o'zini erkaklarga o'xshatsin. Bu juda xatarli, juda ham og'ir bo'lgan narsa. Erkaklar erkakligini unutib, ayollarga o'xshab kiyinib olishi, ayollarga o'xshab o'zini tutishi, ayollarning qilig'ini qilishi, bu juda ham og'ir narsa bu. Hozir yana ko'payib ketgan narsa, ayollar ham erkaklarga o'xshab o'zini tutishi, ayollar ham erkaklarga o'xshab gapirishi, kiyinishi, juda qo'pol narsa bu. Juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhudan la'ana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'natladilar dedilar. Ayollarga o'zini o'xshatadigan erkaklarni va erkaklarga o'zini o'xshatadigan ayollarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'natladilar dedilar. Bu narsaga juda ehtiyot bo'laylik.